Produkta qilib yuribmiz. Brachkani chaqirib, necha pulga olib chiqib berasan desam, 50 so'mga dedi. Hozir borib suyuntiramiz inshaalloh. Videoda dakansa ko'rib, klass bosib turinglar, o'zi bilmaydi brachka. Boshlar qilib mana bozorda tirikchilik qilib, arava sudrab, subhanalloh, oilani boqayotgan mujiklar tanashlardan yaxshi inson chiqadi, chunki xuddi shuna bo'lib biz ham mana shu bozorda katta ekan bolalarimiz. Brachka, assalomu alaykum. Atingim? Senikichi? Temirlan? Shu yerda ishlashasan? Necha kirgansan brachka? Senchi? 12. Kuniga necha pul topishasan? 500 so'm, 600 so'm. Oilani boqishasan. Mashalloh. Hozir mana shuni 50 so'mga olib chiqib beraman deding-a? Bo'ldi, hozir yana produktga qilaylik. Keyin bir yo'l olib chiqamiz, a? Produktlarni qildik mana. Ikki hollar olib ketyapti.